Salom azizlarim. Hammalaringlar sog'misizlar, omonmisizlar? Sizlar bilan Allohim yana diydorlashtirib qo'yganiga behisob shukrlar bo'lsin. Hammalaringizni sog'inib, yaxshi ko'raman. Xudo xolasa bugun 10 kunlik ochirim qilamiz aka. 11-chislo bugundan boshlab 11-chisladan 20-chislagacha bo'ladimi? Xudo xohlasa 10 kunlik ochirim. 10 kun ichida bizni nimalar kutyapti, nimalar bo'ladi hayotimizda. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Shifoli ochirim bo'lsin. Kartalar maslahati va nimalar bizni kutayotgani haqida, nimalar bo'layotgani haqida ochirim qilamiz. Avvalo Alloh, banda sababmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Podpiska bo'lganlar, faqat sizlar uchun podpiska bo'lganlar, niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Podpiska bo'lmasdan ko'rayotganlar sizlar uchun emas, Xudo xohlasa sizlarga hech qaysi to'g'ri kelmaydi, faqat menga podpiska bo'lganlarga to'g'ri keladi. Chunki menga berilayotgan sizlarni podpiska bo'lishinglar va like bosishinglar menga berilayotgan ehson hisoblanadi. Xudo xohlasa menga berilayotgan narx hisoblanadi. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Menga podpiska bo'lganlar, niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Chunki o'zlaricha anaqa qilmagandan keyin so'rab olamiz. So'ramasdan mayli endi o'zlari bilib anaqa qiladi deymiz. Biz buni bekarga ochyapmiz. Pulga ochayotganimiz yo'q. Niyatingizni olish, sizni energiyangizni olib bu narsani ochish oson ish emas. Bu bizdan energiya talab qiladi. Bizdan nima deydi, anaqa talab qiladi. Shuning uchun bizga like bosib podpiska bo'lmagunizcha siz uchun bo'lmaydi. Xafa bo'lmanglar. Qachonki podpiska bo'lasiz, undan bunga shaqdan shaqqa irg'ib o'tadiganlar uchun ham emas bu. Hali buni ko'rib vafodor va o'zimizga sodiq bo'lgan podpischilarimiz uchun. Hammaniki har xil chiqishi mumkin. Balkim sizga to'g'ri keladi, balkim to'g'ri kelmasligi mumkin. Bitta anaqani ushashinglar kerak-da. Hammada shahma-shah yugurib yurmasdan. Uni ko'raychi, u nima der ekan, buni ko'raychi, bu nima der ekan demasdan. Avvalo Alloh, hamma ham banda sabab bo'lib qilamiz bu narsani. Bir nimadir sabab bo'lib shu ishlarni qilyapmiz. Balkim sog'ligimiz ko'tarmayotgandir, shuning uchun sog'ligimiz uchun qilayotgandirmiz. Xudo xohlasa 10 kunlik ochirim. Bismillah. 10 kunlik ochirim. Bismillahirrohmanirrohim. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Menga podpiska bo'lganlar, energiyangizni oldim. Allohim shifoli ochirim qilgin. Ko'rganlarni shifosini bergin. Allohim og'riyotganlarga, dardmanlarga, dardlariga shifo bergin. Uyda notinchlik bo'layotganlarni, uydagi notinchliklarini Allohim tinchlikka, barokatlikka uchratgin. Yaxshi kunlar ko'rsin. Nimalardandir voz kechishlarimiz bor ekan. Qo'l oyoqlarimizni bog'lab qo'yibdi. Anchagina yaxshi emas kartamiz. Xudo xohlasa yaxshilari qolsin, yomonlari koinotga chiqib ketsin deb niyatingizni olyapman. Yana bitta karta qursam. Nima dedinglar, ha? Bismillah. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Bu kartamiz otilib chiqib ketyapti. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Aqlimizga insonlar barakatlar bilan qaytib kelsin. Bismillahirrohmanirrohim. Menga podpiska bo'lganlar, niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Allohim shifolansin, davolanishsin, yo'llari ochilsin. Xo'p. Xo'p, bismillah. Boshladik-a? Bismillahirrohmanirrohim. Allohim shifoli va barokatli bo'lsin ochirimimiz.
Kartalarni ko'pligidan qayerga qo'yishni ham bilmayman. Shunday ko'p kartalar. Alloh barakasini bersin. Xafa bo'lmaysizlar, stolim usti jinday besaramjon, chunki ish qilaman. Kechki payt ham ish qilaman klientlarimga, shuning uchun jinday besaramjon bo'lib turadi kartalarimizni. Xudo xohlasa. Xo'p, kelishuvlar, sulhlar tuzishlar, jinday diqqatchiliklar bo'lgani hayotinglarda, bu diqqatchiliklarda o'tib ketishi, inson o'zini hayotini o'zi yaxshi anaqa bilan qurishni harakatini qilayotgani, balkim hayotingizda, balkim ishingizda, balkim bir aqlingizdagi inson bilan sulh tuzyapsiz, balkim to'ylar bo'lyapti, kimlarnidir to'ylari bo'lishi va bunga kelishuvlar bo'lganini aytyapti. Va yana hayotingizga bir yaxshi o'zgarishlarni kelishi deb aytyapti. Xudo xohlasa chiroyli kun ekan bugungi kunimiz, barakatli va chiroyli kun. Kimlardir qayerlargadir ketyapti. Aqlingizdagi insoningiz yoki bo'lmasam turmush o'rtog'ingiz yoki yoningizdagi insoningiz qayergadir yo'l olyapti bugunda. Qaygadir ketmoqchi bo'lib turibdi deb aytyapti. Xo'p, barakalarni kelishi, omadlarni kelishi deb aytyapti. Hushyor bo'ling. Ozgina bir jichcha diqqatchiliklar bo'lib o'tishi mumkin hayotingizda, uyingizda yoki bo'lmasam ishingizda. Chunki hozirda juda ham yaxshi hayotda yashayotdingiz deb aytyapti. Ozgina bir hayotingizda jichcha bir to'polonlar bo'lib o'tishi, yo ishingizda yo hayotingizda shunaqalar bo'lishi mumkin deyapti. Yana yo'lga tushib ketadi. Yana tinch hayotda yana davom ettirasiz deb aytyapti. Xo'p. Bugunga, ertangi kunga, 12-kunga, yana 13-kunga, 13-chislaga Xudo xohlasa, yo'q. Bugun 12. Ertaga 13, indinga 14 ekan. 14-chislaga kelib, 14-chislaga kelib, dokumentalniy ishlari borlar, dokumentalniy ishlarini hal qilishi va bu dokument ishlarini nima deydi, jinday birovni fikri bilan ish qilmasdan, jinday dokumentalniy ishlaringlarga ozgina bir sehr aralashib qolganini aytyapti. Hushyor bo'linglar deb aytyapti. Taslim bo'lmang. Taslim bo'lib qolishingiz mumkin deyapti. Sizga hal bo'lmay qolishi mumkin dokumentalniy ishlaringiz deyapti. Bu dokumentalniy ishlarda o'zingizga hal bo'lish uchun bir jinday birovni boshqaruvda emas, o'zingizni fikringiz bilan, o'zingizni anaqangiz bilan ish qiling deyapti. Taqdir charpalagi tushyapti. Bu qilayotgan ishingizda, sizni hayotingizda yangi o'zgarishlar va yangi hayotda bir boshqa anaqalarga o'tishlaringiz bor deb aytyapti. Xo'p, 12, 13, 14, 15-chislaga kelganda esa ketganlar qaytib kelyapti. Ketganlar uyingizda yoki ishingizda ketgan bo'lishingiz mumkin. Nima tomonlama ketgan bo'lsa ham qaytish bo'lyapti. Ketganlarni qaytishi deb aytyapti. Va bular sizga sadoqatligini, sizga bir anindaqaligini aytyapti. Hushyor bo'ling. Ozgina orqangizda bir tulkilar ham turibdi. Hushyor bo'lasiz deb aytyapti. Bu kelayotgan insoningiz sadoqatli bo'lgani uchun kelyapti deb aytyapti. Bularga jichcha bir ziyon yetkazib qo'yadigan ozgina bir orqasida tulkilarni borligini aytyapti. 15 bo'lsa, endi 16-chislaga kelib, 12, 13, 14, 15 to'g'ri. 16-chislaga kelganda qandaydir bir ish bilan chiqib ketishingiz, bir ish boshlamoqchi bo'layotganingiz, balkim hayotingizdadir, balkim ishingizdadir, ish boshlash uchun harakat qilishingiz va shu ishni bir qandaydir bitta ishga chiqib ketishingiz aytyapti. Xullas, ishingizga chiqishingiz, balkim hayotingizda bir qadam tashlashingiz yoki ishga bir qadam tashlashingiz aytyapti. Albatta qadam tashlab chiqasiz deb aytyapti. Va sizda o'zingizga kelishingiz, o'zingiz bilan o'zingiz maslahatlashib, haligi bir nima deydi, fikringizni jamla olmayotgan bo'lsangiz, fikr jamlashlaringiz 16-chislaga to'g'ri kelyapti. Fikrlaringizni shu kunga jamlaysiz. Shu kunda siz o'zingiz nima deydi, to'xtatgan holda turib qolgan ishlaringizni yurgizishga harakat qilasiz. Qandaydir bir ish qilmoqchi bo'lgansiz,
bu ishni qo'yib qo'ygansizda, to'xtab turgan ishlaringizni shu sekin o'zingiz fikrlab bitta qarorga kelib turib shu ishni boshlashingizni aytyapti 16-chislaga kelganda. Xo'p, 17-chislaga kelganda yangiliklarni kelishi va nimadandir yangilik keladi. Kelgan yangilikda nimadandir voz kechishingizni aytyapti. Bu voz kechishingiz albatta barakatli bo'ladi deb aytyapti. Barokalarga boy kelishi deyapti. Nimadandir voz kechishingizni sizga orqasi xayrli bo'lishini kartalarimiz aytib ketyapti. 18-chislaga kelganda tarloqda turganingiz va qaygadir chiqmoqchi bo'layotganingiz, safarga chiqmoqchi bo'lib, o'zingizni bir safarda sinamoqchi bo'lganingizni aytyapti. O'ylanyapsiz, buni bitta qarorga kela olmaganingiz, chiqaymi chiqmaymi deb qaror qila olmayotganingizni aytyapti. Albatta yaxshi bo'ladi deb aytyapti. Albatta quyoshli kunlarga chiqasan sen deb aytyapti va chiqqan balkim ketishingiz mumkindir, balkim ketaman deb rejalashtirayotgan bo'lishingiz mumkindir, balkim bir oilaviy chetga chiqishinglar mumkindir. Xullas shunaqaki, shu jitcha qo'rqyapsiz, qo'rquv bor sizda. Chiqib ketsam yaxshi bo'ladimi, ishim bo'lmaydimi deb ishlaringizni aniq qilayotgan insonlar albatta yaxshi bo'ladi deb aytyapti. Quyoshli kunlar keladi deyapti. Sen uchun quyosh charaqlab chiqadi shu kunga deb aytyapti. Xo'p. 19-chislaga kelganda har bir savolingizga ha javob juda ham barokatli, juda ham yaxshi. Siz uchun Allohdan bir beriladigan barokalar kuni deb aytyapti. Siz uchun yangi sahifalarda ochilish kuni deb aytyapti. Sizni har bitta savolingizga ha javobi kelyapti. Qandaydir savollaringiz bo'lishi mumkin shu kunga kelganda, albatta shu savollaringizga ha javob olasiz. Hayotingizda, ishingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizni hayotingizda ham o'zgarish bo'lishi, yangi sahifalarda ochilishi, ishlaringizda ham yangi sahifalarda ochilishi, farzand ko'rmoqchi bo'lganlar, farzand ko'ramanmi deganlar, albatta farzand ko'rasiz deb aytyapti. Siz Allohdan so'ragan narsalaringiz albatta ijobat bo'ladi deb aytyapti. Inshaalloh ijobat bo'lsin. Sizni nima deydi, bir fikringizni jamlab bir ish qiladigan bo'lsangiz, shu kuni qilganingiz menimcha ma'qul deb aytyapti. Juda ham vaqt soati shu kunga kelgan deb aytyapti. 19-chislaga. Xo'p, 20-chislaga kelib bo'lsa, qo'l oyog'ingiz bog'langan insonlar bor ekan, yo'llaringiz bekilgan insonlar bor ekan. Siz uchun siz qo'rquvda turibsiz. Nima qilmoqchi bo'lsangiz ham bu narsani qila olmayman, qila olamanmi, qila olmaymanmi deb qo'rquvda turganingiz, kechalari uyqusiz tunlar o'tkazganingiz va siz uchun jinday kechalari bir bezovtalik bo'lishlari, qo'rqinchli tushlarni ko'rishingiz, o'zingizni bir hayotingizdan bir qo'rqishingiz, Allohdan qo'rqishingiz, balkim bir noto'g'ri ish qilgan bo'lsangiz, buni noto'g'ri ish qildim, men shunaqa bo'ldim deb o'zingizdan o'zingiz haligi vahimaga tushadigan kuningiz deb aytyapti. Qo'l oyoqlaringiz bog'lanib, hech qanday ish qila olmasdan, hech nima qila olmay qoladigan kuningiz deb aytyapti. Stress holatiga tushib qoladigan kun deb aytyapti. Va yana orqasidan albatta yorug'li va chiroyli hayotga yana o'tish bo'ladi deb aytyapti. Ozgina bir o'zingizga e'tiborliroq bo'ling 20-chislaga kelganda. Xo'p, 21-chislaga kelganda achchiqlanishlar va qirollarimiz, qandaydir o'zimizni oilamizni qirollari tushunishi, nimanidir ertaroq tushungani va bu tushunishda bir haligi nima deydi, hayotimizda bir-birimizga jinday teskari qaragan, jinday bir-birimizdan bir arazlagan kunlarimiz bo'lsa, bularni hal bo'lishini aytyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoim jinday cho'zilib ketdi. Agar mabodo yakka ochirmoqchi bo'lsanglar, +7 929 221 19 68 shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin, faqat Telegram orqali. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yaxshisini oling, yomonini koinotga jo'nating. Hammalaringizni sog'inib qolaman.